Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Navbatda ishimizni o'rnatdik. Bu yerga 4 ta oraliq veranda o'rnatganmiz. Akfa dub mokko dan qildik. Ustunda oldira o'ralgan. Bez pramga bo'ldi. Ajratganlari zo'r, xudo xolasa. Ko'rishlar mumkin. Kichkina eshiklar ham qo'yganmiz. Bu yerga padagoniyalar bilan qo'yib berdik. Bu yerga pastavka qilib qo'ysa bo'ladi. Bu tarafi ham bor. Bu 3 ta etajlik. Bu joyi pastavka, patinga qo'yadigan. Bu taraflari nima qo'ysa ham bo'ladi, non, pon, hamma yo'q ketaveradi. Romlar ikkitadan ochilish. Ispaniyaliklari doimiy ordinalardan qo'yganmiz. Har bir ronda ikkitadan ochilishlari bor. Yo'dviy oyna. Eng toza Akfa firmaga qildik. Eshigini ham bu tarafda ham rom ochilishi ham bor. Bu joyimiz jami summas 13,5 million so'mga bo'ldi. Eshiklari yo'q, padagonilari qo'yiladi ertaga. Padagoniya qo'yilganda ham olib ko'rsataman. Chahlar doimiy zo'r chiqqan, xudo xolasa. Akfa firma, hamma joyi original. Bu joyimiz jami kvadrat metri 20 kvadrat chiqdi. Kimga shunday Akfa eshik romlar kerak bo'lsa 91 487 12 37 nomerlarimizga aloqa chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab dastavka o'rnatib berishlar mana shu narxlar ichida bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda qilib beryapmiz. Kanalimizga yangi bo'lsalar, podpiska bosib qo'yasizlar. Oldindan hammalarga rahmat.